sindirsa ichidan tilolari unday oqib tushibdi-yu. Va siz buni qayerdan bilardingiz desa, keyin tushini aytib bergan ekan. Tushini aytib bergan ekan. Bu men tushimda ayon bo'luvdi. Ya'ni bu sizni haqingiz ekan shekilli-da. Men siz uchun ishlabman-da. Shunday bo'ladi. Biz o'ylamaylik, u yig'ib qo'ygan narsalarimiz boshqa, u bizni xotirjamligimizni ta'minlashi mumkin, qaysidirman. Lekin u bu dunyodagi xotirjamlikni ta'minlaydi. Bu dunyodagi xotirjamligimiz ta'minlansa yaxshi emasmi? Butun xasislar bu dunyodagi bugunini xotirjamligini o'ylab xasisligini qilsa kerak-da, boshqa nega qilsin? Butun qizg'onayotgan odamlar, ya'ni jo'martlik qila olmayotgan odamlar bu dunyo uchun uni butun harakati. Bittasi ateistlar, men ateistman deyaveradi-yu. Bittasi aytyapti, nega bu ateistlar o'zini men ateistman deyaveradi? To'g'ri yo'lga solishimizni xohlaydi shekilli ular, deb o'zini eslataveradi ateistligini. Akam bir kun shunaqa deb qoldi. Men ateistman deb qoldi. Samolyotda uchib ketayotgandik. Bir payt qo'lini ochib duo qilishni boshladi. Men otamdan so'radim, yonida, ota bu nima o'qiyapti desam, men men qayerdan bilay, so'ra o'zidan. Nima o'qiyapsan desa, Oyatul Kursini o'qiyapman. Sen ateist. Biz ateist bo'lmay turib Oyatul Kursini bilmaymiz-ku. Sen qayerdan bilasan desa, yoshligimda maktabda falan o'qituvchim o'rgatgandi, Robbim esimga soldi degan ekan. Ketar chog'i kelib qolsa, shu samolyotlar nima bo'lib qolsa, u yig'ib qo'yilgan narsalar, bu har xil da'volar yordam bermaydi-da. Odamni butun dardi u dunyo bo'lib qoladi. U dunyo bo'lib qoladi. Va eng nima deydi? Nadomatni eng yuksak darajasi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Butun umr u narsalar qo'lida bo'lib turib, uni bir xayrga sarflamagan odamlarni ketar chog'dagi nadomati eng alamli bir nadomat bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bo'lmagan odamning bahonasi bor-da. Bor odamning nima bahonasi bor? O'shaning uchun bugun qo'limizda bo'lmasa, birinchi nuqtaga qaytib kelamiz. Bugun qo'limizda bo'lsa ham, bo'lmasa ham harakat qilishimiz kerak. Hech bo'lmasa tabassum bilan ehson qilishga. Keyin bo'lsa boshqa narsalar bilan doimiy ravishda qo'ldagini boshqalarga berishga odam o'zini o'rgatib borish kerak. Alloh azza va jalla baribir beradi bir kuni. Ana shu paytda tayyor bo'lamiz-da. Qo'rqmay bera olamiz. Shuning uchun aytdikki, yo'qligida bermagan odam borligida ham bera olmaydi.